Anvar Obidjon ijodi o'ta serqirra bo'lsa-da, eng avvalo kichkintoylar adibi, bolalar olamining chinakam shaydosi sifatida dorug' qozongan Anvar Obidjon 1947-yil 8-yanvarda Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Palason qishlog'ida tug'ilgan. Aytishlaricha, bu qishloqqa qadimda mashhur bo'lgan Bolosog'un shahriga havas qilib nom berilgan. Bora-bora kishilar tilida Polosonga aylanib ketgan. Yosh Anvar Obidjon o'z qishlog'idagi 13-maktabning 7-8-sinflarda o'qib yurganida chekka mahallalar aholisiga tekin xizmat ko'rsatuvchi sayyor kinochiga shogird tushib kasb o'rganadi. 9-sinfda Farg'ona shahridagi 11-maktabni kechki sinfida tahsil oldi. So'ng yana Oltiariqqa qaytib, 1-maktabning kechki sinfida o'qish bilan birga paxta tayyorlash zavodi punktida traktorchilik qildi. Maktabni bitirgach, tog' orasida joylashgan Qirg'izovul Rudikon konida burg'alovchi bo'lib ishladi. Poloson qishloq ijro qo'mi qoshidagi kutubxonani boshqardi. Samarqand Moliya texnikumini tugalladi. 1966-yil 1969-yillarda harbiy xizmatni o'tadi. Armiyadan qaytib avvaliga o'z qishlog'idagi kolxozda paxtachilik brigadasida talbiyachi, hisobchi, keyinchalik qo'shni qishloqda kolxozda grajdan mudofaasi shtabi boshlig'i, klub mudiri bo'lib ishladi. Tuman gazetasi muxbirlikka o'tgach, boshqatdan mehnat daftarchasi ochtirib, hayotning ko'pdan orzulab yurgan davrini yangi sahifadan boshladi. Anvar Obidjon 1974-yil 1979-yillar davomida hozirgi Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetida sirtdan ta'lim oldi. U 1969-yilda turmush qurib, 1970-yilda Bahrom, 1972-yilda Bahodir, 1975-yil Bobur, 1978-yilda Botir, 1980-yilda Bunyod ismli farzandlar ko'rdi. Mustaqillikkacha hukumat nishonlari, adabiy mukofotlari bilan taqdirlanmagan. 2014-yilda Koreyada o'tkazilgan Markaziy Osiyo va Koreys xalqlar ertakchiligi mavzusidagi 4 kunlik forumda ishtirok etganligini hisobga olmaganda, o'z fuqaro bo'lmish mamlakatdan tashqariga sayohatga chiqmagan. Xilma-xil janrlarda ijod qiluvchi adib sifatida tanilgan Anvar Obidjon bolalar uchun ham, kattalar uchun ham qator qissalar, she'rlar, dostonlar, hikoyalar, pyesalar bitgan.